Yo'l-yo'laga papuchi bitta odam avvaliga sovida turibdi deb bitta mujikka oldi. Mujik deganing qanaqa? Shu erkak o'g'il bola. Короче, mashinaga o'tirdida aytayapti. Bratan, другой muzika поставь deyapti. Voy. Ha bo'ldi, endi pulni ham bermayapti. Endi men pulni ham olmayman, taksi qo'ymayman. Hop, muzika qo'yaman. Qanaqa muzika qo'ysam, Titanic qo'y deyapti. Voy, bilmayman deyman, Titanic qo'yib hop qo'yib beraman dedim, muammo yo'q dedim. Shu paytgacha men hech nima deydi, kira qilmayapman-da, endi ko'chada papuchini sovida turmasini olib ketyotdim. И потом menga qarang dedim, sen g'alatiroqmansan desam, "Не, братан, нормально, я просто характер мой такой слабый" deyapti-da. Voy, billa xarakteringga seni janjal dedim. И потом раз moshinadan tushdi, qo'lini siqib qo'ydi. Voy, billa, moya ruka deb qolsa bo'ladimi? Voy, billa dedim, janlam. Men hayron bo'ldim. Bu nimaga nam yo'q qilyapti desam, bularni keyin bratdan so'radim. Yaxshi ko'chani ko'rib qo'ygan brat. Bu billa shunaqa muzikadan olib boradi, mashinaga o'tirib. O'sha xitot bo'lgan, o'sha Titanic muzikalardan sekin mazini qochiradi bular. O'zini temasda. Pizdez dedim, keyin sekin bo'pti, yaxshi aytib oldi, ortiqcha gapirmadim. Hozir ortiqcha gapirsangiz ham bo'lmaydi-da, hozirgi положениеlarda.